Katmatda odam bachani ishini etmang. Beqilib. Dadajon, Naylis o'g'li Toshkentdan sertifikat olib keldi. Daydi to'tiring qaytishi. Borman, Hasan o'g'lim keldi. Yaxshi keldingmi? Dala, og'zingni yop. Asal o'g'lim deydi. Men bachang tug'ilganda ismini Asad qo'ygandim, bu Asal bo'lib ketgan-ku. Eshiz bo'lmasin bacham. Dani. Mana onajon sertifikatni zo'r. Молодец bacham, omading bersin. Ana dadasi, endi qishloq maqtanib yurisiz. Nima deb maqtanaman o'g'lim? Tirnoqchi, kelinglar, assalomu alaykum, Raisba, o'tinglar, biznikida tirnoq qiladilar, tirnoqlar. Naylis chi bu? Ket ko'zma ko'rinma. Jamoling sog'inib jonon o'zimni. Mana Fatima, men Toshkentdan Naylis sertifikatini olib keldim. Ana endi qishlog'imizga Naylis xona ochaman. Kelajakda senga uylanaman va bizdan mayda kichkinagina Naylischalar tug'iladi. Voy, tushunmadim. Fatih nima qilyapsan? Men senga uyda o'tirgin demaganmidim? Voy, sen Asad qachon kelding? Men qizim bilan nima qilib o'tiribsanlar? O'zlamasini tushuntirib beramiz. Tushunmadim. Zokir, sen men bilan bitta joyda ishlab turib o'zingga boshqa fotolar topolmadingmi? Sanchi sen meni 10 yilgina kutib turolmadingmi? Hammadan kutsam ham senlardan kutmagandim. Senlardan kutmagandim. Voy, men ham sendan kutmagandim, marras. Asad to'xta o'rtoq. Bitta shahar borib, Nails bo'lib keldi. Bitta stilist bo'lib keldi. Men borsam nima bo'laykan mana? Ketlaring. Men sendan kutmagandim. Asad jallar, ayshi bitta qiz uchun unaqa qilmagin, o'rtoq, nimalar qilyapsan? To'g'ri aytasan. Haqiqatan ham tirnoqlar qanaqadir g'alati edi. Umuman bo'lmasdi, sochlari ham ulangan, yog'lanib ketgan. Men e'tibor berdim-da hammasiga. Bo'ldi, o'zimizga boshqa topamiz, xudo xolasa. Ha, vashi zo'rda. Men qara bu kim sochlarini o'zim kulatga qilib beraman, chiroyli qilib. Tirnoqchilaring yaxshimi? Xotin, sen o'roq bilan sochini o'rasan. Men katmon bilan tirnog'ini chopaman. Yuring. Yo'la kunam hamisha, andon kudam hamisha, dar tagi dilo sore, davon davon